Nega bola salomlashishni unutadi? Bugun dunyo bo'ylab bolalar orasida eng ko'p yo'qolib borayotgan qadriyatlardan biri bu odob muomalasidir. Britaniya ijtimoiy madaniyat instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida bolalar orasida iltimos, rahmat, salom kabi so'zlardan foydalanish 35% ga kamaygan. Tadqiqotchilar bu o'zgarishni asosan raqamli aloqa va virtual muloqotning kuchayishi bilan izohlaydi. Bir bola har kuni maktabga boradi, lekin eshikdan kirganda o'qituvchisiga salom bermaydi. U yomon bola emas, shunchaki atrofida salomlashish odati bo'lmagan. Uyda ota-onasi ertalab telefonda band, ko'chada esa hamma shoshqaloq. Natijada bola insoniy iliqlikni muloqotdan emas, ekranlarda o'rganadi. Ilmiy nuqtai nazar bilan qaraganda bu holat jiddiy. Oksford universiteti psixologlari aniqlashgan, salomlashish va ijobiy so'z almashinuvi bola miyasida oksitotin deb ataluvchi gormonni faollashtiradi. U esa ishonch, xavfsizlik va mehr hissini shakllantiradi. Ya'ni oddiy assalomu alaykum so'zi bolaning ruhiyatida iliq aloqa va o'zini qadrlaganini his qilishni kuchaytiradi. Skandinaviya mamlakatlarida esa bu qadriyat maktab dasturiga kiritilgan. Har dars boshida bolalar bir-biriga salom beradi. Bu orqali ular nafaqat odobni, balki ijtimoiy muloqot madaniyatini o'rganadi. Shunday ekan, savol tug'iladi. Agar salom insonlar o'rtasidagi ko'prik bo'lsa, bugun bolalar bu ko'prikni nega unutishyapti? Bu savolga psixolog mutaxassisimiz bilan birga javob beramiz. Hurmatli ota-onalar, bugun asosiy yana bitta muammolarimizdan biri bolajonlarimiz nima uchun salomlashishni unutadi. Bu ham bugungi kundagi bolalarda rivojlanishda, ta'lim tarbiyasidagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Bolajonlarimizni birinchi navbatda bu salomlashishni o'rgatishimiz bu o'sha muloqot madaniyatini ilk dastlabki nuqtasi hisoblanadi. Bunda albatta bolajonlarimiz tevarak atrofdagi, ya'ni tengdoshlari bilan, kattalar bilan, oilasidagi, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi va atrofidagi kattalar bilan dastlabki muloqotni o'rnatadilar. Agar biz salomlashishni o'rgatmaydigan bo'lsak, bunda bolajonlarimiz albatta bu salomlashish degani atrofidagi o'sha tengdosh kattalar bilan muloqotga tayyorligini bildiradi. Keyingi munosabatlarni davom ettirish ma'nosini bildiradi. Shunday ekan, biz bolajonlarimizga har tomonlama assalomu alaykum deb o'rgatish bu bolajonlarimizni odob, axloqli, tarbiyali hamda mana shu tevarak atrofdagilarga nisbatan kommunikatsiya nuqtai nazaridan tayyor holda ekanligini bildiradi. Bunda biz o'sha ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolayotgan assalomu alaykum so'zini o'rgatishimiz bu biz ota-onalarga juda ham muhim hisoblanadi. Bolajonimiz bilan muloqotda jarayonda birinchi navbatda ertalab ham, kun davomida yoki ishdan keyin kechqurun ularga salomlashni o'rgatmasak yoki bo'lmasam assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun, xayrli tun degan jumlalarni o'rgatmaydigan bo'lsak, bolajonlarimiz muloqot tomonidan umumiy jarayonga tayyor bo'lmaydi. Biz bolajonlarimizga mana shu kichik yoshdan boshlab, u nafaqat 3-4 yosh, 5-6 yosh, balkim tug'ilgandan boshlab har bir bola bekorga bejizga aytishmagan mutaxassislarimiz, bola onani qornidan boshlab rivojlanadi har tomonlama. Shunday ekan, biz hurmatli ota-onalar bolamizni chaqaloqligidan boshlab, tug'ilgandan boshlab ertalab bolamiz bilan assalomu alaykum degan narsani o'rgatib, ular bilan salomlashishni o'rganaylik. Undan keyin bola rivojlanish jarayonida yosh davrlarida assalomu alaykum, xayrli kun, xayrli tun, xayrli kech degan so'zlarni o'rgatib boramiz. O'shandagina biz bolajonlarimiz odobli, axloqli, tevarak atrofdagilarga nisbatan mehr, muhabbat, hurmat hissi shakllangan shaxslar bo'lib rivojlanadi. Shunday ekan, bolaning hissiy holatini tushuning. Unga masalan salomni o'rgataman deb hech qachon bosim qilmang, hurmatli ota-onalar. Uni hissiyotidan kelib chiqib, uni kayfiyatini inobatga olgan holda ular bilan mana shu salomlashish odobini o'rgatishda o'yinlar orqali, turli xil o'sha ertaklarni aytib berish orqali, hikoyalarni so'zlab berish orqali bolalarimizni mana shu salomlashish odobiga o'rgatishimiz kerak. Ular bilan ko'proq mana shu atrofidagi o'yinchoqlar, ota-onalar bolajonlarimizni majburlamang. Sen nima uchun salom bermading? O'rtog'ing salom berdi deb hech qachon tahlil qilmang. Bu jarayonda birinchi navbatda biz ota-onalar o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Biz atrofdagilarga, bolajonlarimizga shaxsiy namuna ko'rsatib, atrofdagilarga salomlashib, ular bilan hol-ahvol so'raydigan bo'lsak, o'shandagina bizni bolajonlarimiz bizga qarab, bizdan shaxsiy namuna olib, o'sha salomlashish odobiga o'rganadi. Yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz joiz deb bilaman. Bugungi kunda bolalarimiz turli xil gadjetlardan ko'proq foydalanyapti-da. Bu albatta bolani muloqotchanligini kamaytiradi. Shunday ekan, bolalarimizga turli gadjetlarni, telefon, planshetlarni bermaylik. Bir kunini o'tkazib, ular bilan shug'ullanib qolmasin. Ular orqali emas, ko'proq agar bolalar tevarak atrofdagi insonlar bilan muloqot qiladigan bo'lsa, o'zini tanishtira oladi, salom berishga o'rganadi. Bu jarayonlarda biz ota-ona sifatida shuni tavsiya qilamizki, sizlar albatta bolangizni bu harakatlarini rag'batlantiring.